Assalomu alaykum, hurmatli bozor bop to'g'nashlar, YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa, Farg'ona viloyat Quvvat tumani Quvvat Choril bozorida qo'y bozoriga o'tdik akalar. Sizlar uchun xudo xolasa 8 boshdagi qo'ylar ancha ko'p omalay. Sigir bo'g'ozlarga qaraganda qo'ylarimiz boshladi akalar. Narxlari barakalar ko'rsatib beramiz. Sizlardan bitta like kutib qolamiz, obuna bo'lishni unutmanglar kanalga. Boshladi akalar. Bu qo'chqorimizga 8 million so'm narx aytilyapti. So'lig'imiz, uchala so'lig'iga 6,5 million so'mdan narx aytilyapti. Sotiladi. Farg'ona viloyati Shunda kamari borliklar 8 million so'mdan, qolganlari 7 million so'm, 7,5 million so'mdan. Holatiga qarab, kamarliklar 3 ta don ekan. Sotiladi. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvvat Choril bozorida akalar. 3 million 700 ming so'mdan. 3 million 700 ming so'mdan sotiladi. 10 dona. Qo'zi sog'lar. 91 111 2054 3 million 100 ming, 3 million 700 ming so'mdan qo'zi cho'g'lar sotiladi. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvvat Choril bozorida akalar. 6 million 500 ming so'mdan to'ralar qo'ylarimiz. Qaysi biri so'liq? Qaysi biri ham so'liq qisir. So'liq qisir. Sotiladi. 4 million so'mdan qo'chqorlar sotiladi. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvvat Choril bozorida akalar. Ikkalasi ham bo'lib ham qo'chqorlar. 7 million so'mdan sotiladi. Qo'zilar. Nomer aytamizmi? 3 million 200 ming so'mdan qo'zilar sotiladi. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvvat Choril bozorida akalar. 10 million 300 ming ekamiz. Baraka bo'libdi qo'ylarimiz. Qo'chqorga xudo xolasa so'liq. Manzalar mana ko'rib turibsizlar.